Vodiy Perivaldan bor yo'g'i 3 kilometr ichkarida joylashgan Ertoshsoy qishlog'idagi Shveysariya manzarasida dam olishga nima deysiz? Atrofi adir bilan o'ralgan, mana shunaqa shovulab oqayotgan suvni bo'yida joylashgan Darul-Salom dam olish maskani. Xohlasangiz tepadagi xonalarda dam oling, xohlasangiz pastdagi mana shunaqa uychalarda dam olsangiz bo'ladi. Xonalarning ichkari ko'rinishi mana shunaqa holatda, o'zining sanuzeli bor va tashqarida o'zining maydonchasi va tapchani bor. Tepadagi xonalarda bolalar uchun alohida yotoqxona, kattalar uchun ham alohida yotoqxona va o'tirib dam olib ovqatlanish uchun stol stullari, divani, televizori, bu yoqda bo'lsa o'zining xolodilnigi, mikrovalnovka, shkaflari, idish tovoqlari, hamma narsasi bor. Xullas o'tirib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Asosiy xonadan tashqariga shundoq chiqilganda mana shunaqa bitga chiqib kelasiz. Shunaqa manzarani tomosha qilib dam olsangiz bo'ladi. O'zining letniy oshxonasi bor, qozon o'choqlari bor. Produkt olib kelib o'zingizlar pishirib yesanglar ham bo'ladi. Povur xizmatidan foydalansanglar ham bo'ladi. Gadjetdan zerikarlar uchun stol tennislarni qo'yib qo'yishgan va bolajonlar uchun mana shunaqa kichkina detskiy zona ham qilib qo'yishgan. Bu bo'lsa dam olish maskanining tepadan ko'rinish holati, orqada bo'lsa ko'rayotganingizdek adirlar, toza havo. Xullas, oilaviy kelib, maza qilib dam olib ketadigan joyi. Mabodo lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Siz bilan har doimgidek obzorda Isaxonov. Bu videoni birga kelmoqchi bo'lgan odamingizga yuborib qo'ying.